Qarang, ikkita sok berasiz, mana makaronlardan ham berasiz, qovun tarvuz berasiz, pomidor, bodring hammasi 2 kilo berasiz. Kartoshka bormi? Kartoshka bormi? Bor. Jon uka, 4 marta gapirding, tushunmadim. Men yozib beraqa. Kel. O'ldirib qo'ydi. Qayerdan o'ldirdi? Joyini ayt. Men o'lgan joyda turibdi. Daldan kelyapti, daldan. Dalda ekan, dalda. Ko'rding? Mana yonboshingni tur. Tepangni tushir. Pachinki deydi. Ko'rding? Nima deyapsan, ey? Nima berasiz? Qarang, bitta osh berasiz, 5 tekst berasiz, mant berasiz. Mantni ustida zeling kerak emas. Xo'p, bitta qatig'ini qo'shib oling. Non, choy, salat ichida bo'lsin. Maylimi? Kola ham bering, 1,5 litr. Hozir. Qarang, yana qaytaryapman. Osh kerak, 5 tekst kerak, mant kerak. Mantni ustida zeling kerak emas. Qatig'i ichida bo'lsin, non, choy, salat ichida bo'lsin. Boya aytgandim, yozoling, 1,5 litr kolani ham aytdim boya. Bor, menejer chaqir. Ukam, nima his qilyapsan? Sizga nima, yo'lingizda davom etib ketavering. Rahmingiz kelib endi so'rayapsiz, ha, begona odamdan. Boring, ketavering. Aka gapiraver, eshitaman. Aka gapiryapman, abo qilyapsizmi nima? Yuragim ezilib ketdi. Hamma chayka deydi, tez gapiraman, bilaman. Nima qilay? Shunaqa yaratilganman-da. Nima qilay? Azoblanib dosh bermayapman. O'zim o'ldirsam-ku, nima qilay? Gapirsang eshitamanmi? Ana ag'bo qilyapsiz-da. Men chayka emasman. Nima qilay? Alo, ha, ona, telefonsiz, tinchlang. Ertaga uchrashuvga chiqasan. Gap so'zni ko'paytirma, tushundingmi? Alo, ona. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Uydalar yaxshimi? Onam aytgan siz bo'lsangiz kerak, uchrashuvga chiqaman. Men o'sha bolaman. Turmush quramizmi? Ko'plar farzandlarimiz bo'ladi. Nima deysiz? Yigitingiz yo'qmi? Ha? Assalomu alaykum. Voy, bila. Okay.